Never go away. Don't feel too low. Don't feel too high. Never let me down. Muallif video davomida haqiqatni nohaqni esa haq deb izohlashi mumkin. Ushbu harakatlar birovni kamsitish yoki tuhmat qilishga qaratilmagan. Videodagi barcha betamiz so'zlar faqatgina tomoshabinlarga kulgu ulashish uchun ishlatiladi. Videolarimizni balog'at yoshiga yetmagan va ayollarga mutlaqo tavsiya qilmaymiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Sizlar bilan yana Nozimjon, ya'ni Robert Shahardanskiy. Bugun sizlar bilan yana reaksiya qilamiz. Ya'ni shu uchrashuvga yaxshi obzorlar qilamiz. Так что kanalga albatta obuna bo'lib, hamda layklar bosib qo'yinglar. Hozir sizlar bilan videoni boshlaymiz. O'zimizni shaxsiy oq-qora fikrlarimizni bildirib o'tamiz. 15-20 minut men bilan sizlar. Assalomu alaykum sevimlilari, ilk uchrashuv ko'rsatuvining ashaddiy muxlislari. Sevimli kanalda ilk uchrashuv yana davom etadi. Barchaga yaxshi kayfiyatlar. Shu joyda bizdan salomlashib ketaylik. Assalomu alaykum Robert ashaddiy muxlislari. Sizga xush kelibsizlar. Albatta laykni bosib. Olayman. Ana davom etamiz. Doimgidek 3 yosh. 3 yosh, 2 yoshni baxtli qilishga shaylanib turibdilar. 3 yosh 2 yoshni baxtli qilishga 5 bo'ladi-da. Bu degani bo'ydoq hali qutuladi ishdan. Davom etamiz. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Xosiyatxonim Husanova. Lobar dilbar latofatli aktrisamiz Zahroxon. Lobar dilbar latofatli aktrisamiz. Yo-moyo. Akacham birdaniga pul dedi 3 ta paxtachani sirrazi bosdi. Xonim Mirzayeva. ajoyib psixolog, ajoyib numerolog, Psixologiya fanlari dotsenti Abdullaka Saidkamalov. Rahmat. Psixologiya temasida meni ortiqcha gapirish planim yo'q, niyatim yo'q. Hop. Abdulla Saidkamolov, psixolog. Og'acham rivojdan tepaga qarab chiqsa, turlicha, takoy, yurish boshqa, o'tkalar achchiqcha. Yurish zo'r. Avtoritet bor og'achada. Ana eshitamiz, qana fikrlar eshitamiz hali. Qabul yetmaydi. va bizani qirolichamiz Nargizichka. Voy, boshqacha ta'riflaydi-da Jamshid. Jamshid Normatov. Sog' bo'linglar. Xo'p, hammani kayfiyati yaxshi, sozandalarimiz ham joyida, bizga zo'r joy-joyida musiqalarni yetkazib berib turibdilar. O'zi ham borku, bo'ltaqot tak etayotgandek bo'ldi-da. Tamoy. To. Teskari kaltayli gap bo'ldiki, qanday desiz? Aytyapti. Bizga har chiqishlarimizda har telefonimizga qo'shiqlar yetkazib berishib turibdi. Ya'ni kesatyapti. To. Qaytarilavergandan bu narsa o'sha odat tusiga kirganki, akacha oldindan ogohlantiryapti. Va faqat sizlar baxtli bo'lsanglar bo'ldi yoshlar. Albatta, taklif qilamiz mulani. Qani ketdik. Yigitimiz marhamat. Mana shu sahna bir damlar Moskvada yurgan paytlarim taxminan 1,5 yil, 2 yil oldim. Hop. Mana shu sahna naborot, ya'ni qiz bu tomondan chiqardi, bola nari tomondan chiqardi. Keyin kommentariyalar yozildi, e'tirozlar bo'ldi. Bitta bola bu yoqda ko'rmay, chekkada yana bittasi videoshimiz qarab har zamonda движение qiladi, lekin mana bu to'ralasi boshdan oxirigacha kuzatib o'tirib, смотреть qiladi. Negasidan qana o'y fikrlab o'tadi bilmadim. Xullas davom etamiz. Qara ko'raylikchi, bizni pahlavon yigitcha kim ketdi.
Obloshka shu joyga qotiraman. Akacha to'chini noschaku, mana bu lapchani вообще qilib tashladi. Ahvolni qarang. Hamma nosa bilan chiqqanda sahnaga. Yana bilmadim. Qani fikrlar nima deydi, qanaqa zabonda, qanaqa shirin so'zlar, qanaqa biznes tillar chiqadi, eshitaylik chiqani. Bizda kulminatsion joyi. Ketdik. Ahzod Musayev. Bo'lgan joyi Navoiy viloyati. Kelib turibdi. Yoshi 30 yoshda. Yommayo. 30 yosh. Hozir to'g'risini aytaymi? Shunaqangi fikrni beradi. Men o'qishda ulab uylanishga vaqti bo'lmadi deb bahona aytib ko'radi. Bu yana bitta biz variantimiz. Xo'p, kasbi somsapas. Bo'ladi. Akachim biznesmenmi deymanda. Hop, hobbisi she'r yozish. Hobbisi she'r yozish. Aka bera. She'r yozavergan aka короче. Hop, orzusi mashhur orzusi mashhur futbolchi bo'lish. Akachani ishi menga tushdi-ku. Hop. Plus akachaga davay yordam qilamiz. Orzusi mashhur futbolchi bo'lish. Siz aka sonsa yopsiz. Futbolga qana boryapsiz? Keyingi uning mehnati, sonsa joy mas'uliyat katta. Chota shogirdimiz deymanda. Asbini sonsa deb yozib deb yozgan. Xo'p, davayt gapini eshitaylik. Assalomu alaykum barcha sevimli telekanalining ishtirokchilari Bilasizlarmi? Mashhur futbolchi bo'lish dedi, orzusini amalga oshiramiz. Vaqt soat kelib ko'risharmiz bu bola bilan. Xullas, mana shu 2-3 og'iz so'zni yodlash uchun ishib, uyda 10-15 marta harakat qilib yodlaganda, mana shuni spesialni gap. Davomisi вообще qichaq. tomoshabinlari, xonandai, sozandalari. Men Musayev Shahzod Murotov o'g'li Bu o'zini tanishtirgan shuna bo'ladimi? O'xshatib beraymi? Давай. Okay, tell me about yourself. Okay, my name is just Robert. This is my nickname. If you say about my age, I am 22 years old. I was born on 2003 years. O'zbekchada endi. Давайте qani eshitaylik. Navoiy viloyati Qiziltepa tumanidan ilk uchrashuv ko'rsatuviga o'z baxtimni izlab keldim. Navoiyda qiz yo'q ekan. O'z baxtimni izlab keldim. Siz baxtni yarating aka, izlab yurmaysiz. Yaratmasangiz o'zingiz topolmaysiz bir joyda omad singari aka. Yoshingiz 30 ga kirib shunaqa fikrda gapiryapsiz aka, u katta yurdingiz shuncha payt. Adval chiqmadingizmi deymanda umuman. Yo'q. Давайте, ko'raylik dashni. Xudo xolasa nasib qilsa, taqdir bo'lsa, Shahzodbekka sahnaga chiqib kelishi xuddi men bu bo'yiga muzikadagi ashulani ushoq aytsa kerak dedim. Bunday qilib chiqdilar, hozir aytaman borsalar. aytib qo'sh. Bunday qilib chiqdilar deyapsiz. Yaxshi ham shunaqa qilib o'zining ilhomini haligi hayajonni bostirish uchun shunaqa yo'llardan foydalanadi. Siz ham uni kesatasiz. Chiqadi, artist, muzika aytasan, tuda deb. Mayli, sizga ham bagrinchini yo'q, xohlagan fikringizni gapiraverasiz. Ana eshitaylik, ana davom nima bo'ladi. Nima aytaman aka? Aytasizmi? Qo'shiq, qo'shiq. Qiziqaman-da. Yaxshi. Uni Birpas turib eshitamiz, tayyorlab turing, nima aytishingizni. Marhamat bo'lmasa devorlarni yopamiz va bularning juftlarini ham taklif etamiz. Qizimiz taklif qilamiz. Marhamat, go'zal qizimiz. Qani chiqsinlarchi. Ana. Где-то 3 yosh, 2 yosh yoki 4 yosh farqi kichkina. Nima uchun qo'yib bergan? Assalomu alaykum hammaga. To'ylar muborak deganli qochib ketgan qiz-u. Nimaga qochib ketdingiz? Tegmayman deb ketdim-ne. Qalaysiz, kayfiyatli yaxshimi? O'zingizni tanishtiring.
Oygul Pardayeva. Tug'ilgan joyi Samarqand viloyati. Bular nima qilyapti? Samarqandda 21 yosh. Tempur ekanmiz u. 30 yosh, buyog'i 9 yosh. Hozir shunda poyezd ikkovsi turmush qursa 9 yosh. Necha yosh narsa qilmaydi. Xo'p, ma'lumoti o'rta maxsus. Qaysi texnikumni bitirdik-a? Menimcha shu meditsinaga ham o'xshayapti. Shu mikrofon shoshidan. Kasbi tibbiyot xodimi. O'z ana. Hobbisi pianino chalish. Nima chalish? Pianino so'zi ostida boshqa narsadir. Xullas, yomon hayollar chiq. Orzusi avtomobil sotib olish. Yo-yo. Hamma biladi hozir 1-5-6 ta bizneslar yo'lga qo'yib olgan bo'lganimda avtomobil sotib olish orzusi. Orzusini amalga oshirardik borib. Hatto bir Matizchami. Nimaga yaxshiroq mashinani tavsiya qilmayapsan siz? Mana shart-sharoitdan kelib gapiryapman. Давайте, davom etaylik. Ismim Oygul, Samarqand viloyatidanman. Samarqand viloyatida Oygul, sizga uydagilar mana shunda turasan deyishganmi? Akachamiz aytyapti o'zlari. Nimami? Siz uydagilaringiz mana qilib turishga o'rgatganman dedi. Aka, texnik nosozlik u yerda, bilmayapsizmi? Hojatga borgisi kelgandir. Qanaqadir moslamasi bordir. Orqasida bivshiye haligi telefonda приложение o'rnatib olib, dvijada qildir ekandir. Yo'q. Xullas, meni fikrim shu. Davom etamiz. Hayajonlanyapti. Hayajon. Endi qiz bolani ko'p turishi bor mana shunda. Yoshingiz nechida Oygul? 21da. 21 yosh. Juda ham yosh. Hayajonlansa bo'ladi. Oygul 21 yosh, juda ham yosh deyaptilar. Ota, ayollarning necha yoshdan erkak chiqib ekanini bilmayapsiz-da. Bilsangiz ham atang nafigi nujinni gapiryapsizmi? Hozir 16-17 yosh kim bilan turmushga chiqyapti, maktab bitiryapti, o'sha 10ni bitirgandan keyin 11dan keyin unashtiruv 21 yosh. O'zim ham yuranaman deb hozir qiz topolmayman. Maktab bitirdim ekan yoki bir 1-2 yosh kattasimi, doktorimi qana variantlar bor ekan. Ko'rdingizmi? Gul, Oygul. Qiz bola baribir chiroyli ism. Oygul. Yulduz emas, oy ekansiz. Go'zallikka boy ekansiz. Atila bu shunaqangi mutaxassis bo'lib, shunaqangi timircha so'q gaplarni tashkillab yodlab olishgan. Yana bilmadim. Hozir kulmasan joylari hali oldimda. Oygul O'tirib o'tirib olsangiz oling, bo'ladi. marhamat. Bemalol, istarali shunaqangi fayzli beshanasiga o'zbek deb yozib qo'ygan qiz keldi. Yigit ham zo'r bola. Yigit ham zo'r bola. Men o'sha Stilni. Samarqanddan ekanlar, Navoiy Samarqand o'zi. Yaqinligini o'zi aytasiz. Yaqin o'zi. Ha, endi bir kamiz biz Namanganda bo'lgan xizmatni yengani o'rtaga olib tashqariga chiqarishimiz qoladi. Yo'q. Moy bilan Samarqand bir yaqin ekan. Aytaymi, to'shlar akachi podvallar chiqib ekan boru. Yaqin ekan deyapti. 100 kilometr emas har holda. Davom etamiz. oraga Toshkentga yetishda tashrif etib ketasiz. Ha, shunaqa bo'ladi. Juda ham yaxshi. Xush kelibsizlar. Shahzod, marhamat, bir savollar bilan sekin. Birpas tanishasizlar. Marhamat. Oygul, Eshitaman. oiladan nechta farzandsizlar? 3tamiz. 3ta. Kenjasimisiz? Ikkinchisi. Nimalarga qiziqasiz? Birinchisimiz, eng kenjasimiz o'zi. O'yladiki, meros, bu narsa ko'z olaytirmoqchi bo'ladi. Ayollar chapakka chiqdi. Hamma narsaga. Masalan, Bilmadim endi. Hamma narsa. Hamma narsaga turmushga uy chiqishga yumushlariga yo ovqat pishir kuydir, sportgami yo nimaga? Futbolgami, tennisgami, shaxmatgami? Karatega. Karatega? Oh, Shahzod, ehtiyot bo'lasiz. Hop. Turing adasi, joy damlang. O'rtoq vedущийimizga просто ограничение yo'qda. Xohlasa kuladi, xohlasa bir haydalmaydi akachani. Nimagaki? Muloyim ko'rsatib turib, o'zini orqasidan keyin sehrli odamdan kulayotgan holatini chiqarib beradi. Bo'lish qiyin emas. Qilish davom etamiz. Borganmisiz karatega? Ha, 1 yil. Ha. Ana. Yaxshi ham 10 yil borman. Shu uchun boyagidagi turgan ekanman-da. Boshida shu opani sразу obzor ketmoqchi edim, lekin fursat keldi, bir issiqda tuqaylik. Ana, ketdik. Pambaqcha, kelirlardagi mana ro'molcha, opacha takoy, zaroycha, zo'r. Bolalar baribir chiroyli bo'ladi. Xullas,
Qani, eshitaylikchi. Ham bormi? Yo'q, rangi yo'q. Rangi yo'qmi? Karatega borgan bo'lsalar, sal asabiy qiz bo'lishlari mumkin. Karatega borgan bo'lsalar, asabiy qiz bo'lishi mumkin. Hozir siz normalniy bir necha bir hazil tepib siz navbani ko'taryapsiz yo'q. Asabimni tegmay asabim. Hali bir malaletgacha o'zi. 15, 16, 17, 18 yosh. Nima deymish? Asabim ketdi. Ovqat qilish qiyin shunday odamlarga borku. Nervni. Shunaqami? Asabingiz tez keladimi? Asab. Yo'q. Uncha-muncha kelmaydi, ammo kelsa keyin hech kim to'xtata olmaydi. Endi o'rtoq vedущийimiz rostmalasiga odamsizlar kuldi. Realmi? Qaysidir ma'noda yana mana shu o'tgan safargi znachoyni qo'yar ekanman-da. 17+. Yo'q. Bashar aka o'rtoq mutaxassis, qalaysiz? Ne, mana bu pajinimda bor-ku. Ana shuni obzor ketyapti. Davom etamiz. Qo'yolmayman deyman. Men masalan umuman asabiylashmayman-da, to'g'risi. Nimaga asabiylashmaysiz? Shunday asabiy zamonda. Asabim unchalik buzilmaydi qanaqadir. Abim unchalik buzilmaydi qanaqadir deyapti. Aka siz hali bir katta hayotga qadam qo'yibsiz. Yoshingiz 30 da. Ko'rinishingizdan padrondan chiqmaganga o'xshayapsiz. Tushunib kelmaydimi, buzilmaydimi? Lekin meni asabim buzilyapti. Akachamiz ham yaxshigina tarsakiydilar bugun. Bizga omad solmabiyda. Xullas. Bu keskin burilish deymizmi, kutilmagan bir surpriz deymizmi? Tipa sehrgar. O'ziga ishonmaydigan odam sehrgarga ishonmaydi. Yo'q. Sehrgarlik biz yurtda qoralangan, короче. Unaqa ortiqcha gapirish benzam yo'q. Xullas, davom etamiz. Asab. Hormanglar, assalomu alaykum. Burjiddin aka, assalomu alaykum. Ko'rganimdan bag'oyatda xursand. Videoshiga umuman agranchini yo'q-da. Sizlar aka videolarini ko'rib akacha ilhomlanganmi deyman-da. Qarang. Provoy kulyapti odam ustida. Hali akacha yozsa kerak, yozsa men просто kulmayman. Hozir mana asos. Hop, davom etamiz. Najmiddin amaki. Umringlar uzoq bo'lsin. Boringlarga shukr. Xo'sh. Assalomu Yo'q bola, alaykum. hormang. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Salom. Akacha nima deyapti? Yo'q bola, yaxshimisan deyapti. Yo'q bola. Hali ota-onasi bilmaydi bular bu yoqqa kelib divizionda o'tirganini. Aytsa. Qani o'tirib oling. Salomat bo'ling. Nima ish qilaman dedingiz? Men oshpazman. Ha, Bu shunda oshpazman dedimi? Boya somsapazman dedi. Shunda yo universalmikan, ham ovqat qilarmikan? Ya ro'zg'or bola ekanda bu. Yaxshilab hisobni yerga berib yuborishdi. Davayt eshitaylik. biz yog'liligidan bildim o'zi. Ha. Oshpazlik. Akacham qora yumurda tutib, poliz yog'liligidan bildim o'zi dedi. Akachamiz bu yoqqa chiqquncha nima divizionda qilgan? Masalan, Sirajka Purdo'g'li sin familiyasi o'zgartirgandir balkim. Qochquncha sahnagacha. Yo, alo qiz uzoqdan, yo boshqa bir chora qiz ko'rib qolmasdan. Akacha maqsadini bitirgan kerak. Xullas akacha tutib oldi. Xullas buni yog'lamaykan, oshpazligidan bilindi. Baraka toping. Somsa pishiraman asosan. Samsa yoqadimi? Yo, somsalar yoqadi. Aslida somsalar pishiraman dedi. Undan keyin nima somsalar yoqadi dedi. Yo'q, somsalar yoqadi. Yomma-yo. Bu sahna televideniye odam ko'ryapti-yu. Shu 18+ narsani aralashtirmash kerak-da. Va akachamiz bo'lsa, aytayman, videoshiga hozir hamma yo'q bo'lyapti. Va erkinlik, mana shu akamizga odam ustidan kulyapti. Plus sahnada 18+ shunaqa so'zlar ishlatyapti. Hozircha shu ma'no. Qani davom etamiz. Endi somsa bir xil bo'ladi, turi har xil bo'ladi. Ey, bu televideniye o'rtoqlar. Nima kerak? 18+ narsani ishlatib. Qo'pol qilib aytganda yarashmagan holat ish qilyapsiz aka. Hozir mana shu joyda sizga bir joy var, bir qisqa video chiqib qoldi, qo'yib yuboraman. Bola bor, mana shu kostyumli bola. Ukam,san chiqmagina emas televizorga. Mana shu bola bor, mana shu zo'r to'yga chiqar ekan. Chiqmagansan ukam, yemagansan, bor yemagansan, ishonasanmi? O senga emas. Qo'ysan, boshqa ish qilgan. Qo'nji yop, kira qilgan. Endi mana Jizzax somsa bor. Olot somsa bor. O'zimizda Qiziltepacha somsa bor. Olot somsa bor, Jizzax somsa bor, o'zimizda Qiziltepacha somsa bor dedi. Tipa oddiy deylar, kartoshka bilan senga bir katta piyozcha yengalaligi bir go'shtni aylantirib, sen yana o'shani Qiziltepa somsa pazib yo'q. Yomma-yo. Qani eshitaylik, bir prichoskaga qarang. Hozir unga ham kelamiz. Hozir o'zingizga qaysi somsa yoqadi? Qiziltepacha somsa. Qiziltepacha somsasi eng shirin somsa. Aytdim-ku, fakt-ku. Gapirdim. Nimaga o'sha yoshligida
ota-onasi shunaqa somsa qilib bergan, shu bilan o'ziga yoqib qo'ygan, Qiziltepa brendini yaratib, akacha somson bosib yotibdi. Akacha ham so'rashdi, sizga qanaqa somsa yoqadi dedi, o'zimizni Qiziltepa somsasi dedi. Yo'q, bugun endi obloshkamizni qichig'idan yasaymiz. Qiziltepa somsalari hamkorlikda. Afsuski, tekin reklama chiqarmaymiz shuning uchun. Qani, eshitaylikchi. Navoiy somsada. Nimadir olib kelmadingizmi? Olib kelmoqchi edim, kecha yo'lga kechroq chiqdim. Qornim ochdi, yeb qo'ydim. Yeb avtobusga kelishga yeb qo'ydim. Pazanda yigit ekan. Juda Zo'r, soz. och qolmas ekan. Hoş. Qarab turib, voy, buncha kichkina deb yo'q. Akacha yangi yilda kiydigan bir XXL nimani kiyib olganmi akacha ham. Hamma qoshni o'xshatib, sariqqina qilib, mo'ylovcha. Ya'ni ko'chada kiyib yura oladimi, kiyib yura olmasmi? Yo'q. Ran sahnada qilar ekan, ko'chada qo'lay ekan, unaqa rolingizni. Voy bo'ldi. Yo'q. Qing'ir fikrlar keladi, lekin achchiq haqiqat. Davom etamiz. Qarang, ham olot, ham somsa. Gapirmang, qo'shilaman. Nimaga shama qilayotganingizni bilaman. Yo'q, shamasi yo'q, Hoş. qanaqa choy. Ismingiz nima edi? Gul? Oygul. Aygul. Aygul. Ko'stay. Ismingiz nima edi? Ha, Oygul. Qani, nomeringiz nechi? Nima qilasiz nomerimni tog'a sizga kechasi polifon hozir yordam suhbatlashamiz deb buyog'i yosham 50-60 dan o'tgandan keyin o'sha просто tak telefonda gaplashayotgan bo'lib qoladi. Singlim deb. Bo'lmasam navarajonim deb. Yaman bir shunaqangi tog'achalar ham bor, hayollari buzuq, telefoni to'la, ekrani buzuq. Bilmasin. Xushkepsiz. Men oyga ko'p qarab turaman. Men oyga ko'p qarab turaman dedi. Akacha, qachon kesiz? Ko'chaga chiqib ursiz ekan payt osmonga qarab sevasiz, bilmadim undan. Yerga qarab, osmonga qarab yotsangiz kerak. Tashqarida yotargansiz aka. Hali bir chorvoq-morvoqqa chiqsangiz, tepaga supa deydi, qachon deydi, ana shularda oyga qarab yotgansizda. Короче, davom etamiz. Oy juda go'zal bo'ladi. Va shu Yashang, ehtiyot bo'lasiz. surildingizmi yo boshqa ish qildingizmi? So'ran to'satdan surib yuborgandi. To'satdan surib yuborgandi. Tipa yakunda guget qilishga o'xshadi. Ya'ni ustordingizmi yoki stolda surdingizmi deb aytyapti. Qarachchi, bir akacha ham bir majg'ovda bir bo'ynidan sho'g'ir urgin keladi, qo'y deysan bir. Ko'chada yurgan odamni. Nargizaxon uzoqdan o'zingiz kelganga o'xshaysiz kiymasdan. Akacha bilan точно maniyak, xayoli buzuq. Defil desa ham bo'ladi. Xo'sh, Oygul, o'zingiz nima ish qilasiz? Kasbingiz nima? Kasbim feldsher akusherlik ginekologda. Feldsher, akusher, ginekolog. Bular shu tasvirda ekan, Trivandon ko'fecha-yu. Unda bunga bitta yo'g'ircha kerak. Bu o'rta maxsus bunaqa toifada uni bitirgandan keyin faqat bir bilasizmi, doktorlarga shu pretenziyam yo'q, lekin operatsiya bosh shifokor, yonidagi yordamchi medsestra, yonidagi indan kichikroq medsestra. Tepali terperi narda bir so'g'ir-po'g'ir o'ynab bir qashir chingan joylarni qashib turgan desak bo'ladi. Men bu toifasidan joy kelib chiqib gapiryapman. Biz shunaqa davom etamiz. Akushermisiz? Kasbi mutlaqo karatega Yo'lda chalilar bo'lar ekan. Yo'lda ham o'zi akusherka, o'zi bilan o'zi ovora bo'lib yuraveradi. Video boshlangandan beri odam ustidan kulyapti. Biz yo'limiz tushib borib qolmaylik deb shu yo'l. Karatega boraman dedilar. Sport bilan shug'ullangan. Otaxon uzoqroq turaverasiz. Akachamiz o'rtoq videoshi ham tiqib oldilar-ku. Otaxon chekaroq turaverasiz dedi. O'ralash bilan qo'yib berdi. Hozir bitta syomka bo'lyapti. Surna qo'yib berdi. Avvalga qarang, klovnda qo'ydi. Desa bo'lardi, lekin odob bilan o'rlashmay berdi dedi.